Yo'q, uzr, imkoni yo'q, uzr. Maktab yiliga. Biz bu so'zlarni juda ko'p eshitamiz, lekin Nexus hamma o'quvchi uchun ham emas. Hurmatli ota-onalar, agar siz farzandingiz uchun o'qish oson va yengil kechadigan joy qidirayotgan bo'lsangiz, Nexus sizga to'g'ri kelmaydi. Nexus bu yillab o'qitiladigan maktab emas, balki Prezident va Al-Xorazmiy maktablariga kirishni maqsad qilganlar uchun maxsus tayyorlov markazidir. Biz 3, 6 va 9 oylik tizimli dasturlarimiz orqali 3 ta asosiy yo'nalishni matematika, ingliz tili va tanqidiy fikrlashni chuqur o'rgatamiz. Bu yerda o'quvchilar shunchaki yodlamaydi, balki tanqidiy fikrlashni va har bir topshiriqni mustaqil tushunishni o'rganadi. Guruhlarda 12 nafardan ko'p o'quvchi bo'lmaydi. Har bir o'quvchi e'tibor markazida. Darslar o'quvchini toliqtirmaydigan, qulay jadval asosida olib boriladi. Biz ideal o'quvchilarni kutayotganimiz yo'q. Biz maqsad qo'ya oladigan va o'z ustida ishlashni xohlaydigan, intiluvchan o'quvchilarni kutamiz. Qabul ochiq. Farzandingizning bilim darajasini aniqlash va qobiliyatini baholash uchun darsimizga tashrif buyuring va Nexus markazi sizga mos kelishiga o'zingiz ishonch hosil qiling.